Manchester City klublar o'rtasidagi jahon chempionati uchun qaydnomasini e'lon qildi. Unda albatta Abduqodir Husanov ham joy olgan. Kecha barcha joyda yozilgan Katanisning sovg'asi ham terma jamoa tarjimoni Davron Ahmedovdan Srichko orqali qaytarib olingan. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda taqdirlanganlar orasida 4 kishi qolib ketgani aytilmoqda. Azizlar, bugungi video roligimizda ushbu xabarlar haqida gaplashamiz. Salom do'stlar, bizni har bir video roliklarimizda qo'llab-quvvatlab kelayotganingiz uchun kerakli xabarlar jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimizning rivoji va unda har doim sport haqidagi xabarlar to'xtovsiz chiqishi uchun videolar ostiga like bosishni unutmang. Do'stlar, like bosib qo'yish siz uchun shunchaki 1 soniya vaqt talab qiladi xolos. Biz uchun esa katta motivatsiya. Endi esa videoni maroqli tomosha qiling. Diqqat! Manchester City klublar o'rtasidagi jahon chempionati uchun qaydnomasini e'lon qildi. Xabaringiz bor, 15-iyundan boshlab klublar o'rtasidagi jahon chempionati start oladi. Ushbu turda Josep Guardiola boshchiligidagi Manchester City ham ishtirok etadi. Bir necha daqiqa oldin shaharliklar bo'lajak musobaqa uchun kengaytirilgan tarkibni e'lon qildi. Unga ko'ra, Abduqodir Husanov ham Allohga shukr ushbu qaydnomadan o'rin olgan. Biroq Jack Grealish mazkur ro'yxatga kiritilmadi. Ma'lumotlarga qaraganda futbolchi tez orada jamoadan ketishi kutilmoqda. O'zbekiston milliy terma jamoasi 2026-yilgi jahon chempionatining Osiyo saralash turi o'yin bosqichini muvaffaqiyatli yakunlab, kelasi yilgi AQSh, Kanada va Meksika mezbonlik qiladigan Mundialda ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. Vatan oldidagi vazifasini muddatidan oldin hal qilgan futbolchilarimiz guruhdagi oxirgi uchrashuvni Toshkentda Qatarga qarshi o'tkazib 3-0 hisobida zafar quchdi. Terma jamoamizga o'z o'yinchilarini yuborgan xorij klublari o'z legionerlarining xalqaro miqyosdagi o'yinlariga munosabat bildirmoqda. Xususan Abduqodir Husanovni terma jamoaga jo'natgan Manchester City klubi o'zining rasmiy saytida muhim va qiziqarli ma'lumotlardan e'lon qildi. Bu ma'lumotlar orqali klub mutaxassislari nafaqat Husanovning, balki butun terma jamoamiz o'yinini chuqur tahlil bilan kuzatib borganini anglash mumkin. Sports.uz portali ushbu maqolani O'zbekiston futbol ishqibozlari e'tiboriga havola etdi. O'zbekiston butun uchrashuv davomida ustunlik qildi. Darvozaga 18 ta zarba yo'lladi. 446 ta aniq to'p uzatishni amalga oshirdi. Raqib esa atiga 1 marta aniq zarba berdi. Husanovning o'zi 70 ta aniq pas berdi va bu borada faqatgina jamoadoshi Husniddin Aliqulov undan ko'proq aniq to'p uzatdi. Bu O'zbekiston uchun guruhdagi 10 ta uchrashuvdan qo'lga kiritilgan 6-g'alaba bo'lib, terma jamoaning tarixdagi ilk bor jahon chempionatiga chiqishi bilan o'zgacha ahamiyat kasb etdi. Shu tariqa O'zbekiston 2026-yilgi Mundialda qatnashish uchun hozirdan joy kafolatlagan dunyodagi 10 ta terma jamoadan biriga aylandi. Endi Abduqodir Husanov Manchester City klubining akademiyasiga qaytib, FIFAning yangi formatdagi nufuzli turi klublar o'rtasidagi jahon chempionatiga tayyorgarlikni boshlab yuboradi, deb yozmoqda klub matbuot xizmati vakili Jack Manford. Bayramni buzmoqchi emasman, ammo ulkan g'alabadan yomon xotiralar qolmasligi kerak. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda taqdirlanganlar orasida 4 kishi qolib ketgan. Jamoa uchun bir necha yillardan buyon xizmat qilib kelayotgan Islombek Usmonov, Andrey Bezbaradov, Ahmadjon Hasonov va Husan Pirmuhammedovlar avtomashina olmagan. Qo'shimchasiga kecha barcha joyda yozilgan Katanisning sovg'asi ham terma jamoa tarjimoni Davron Ahmedovdan Srichko orqali qaytarib olingan. Agar federatsiya chetda qolib ketayotganlarni futbolchilar o'zaro pul tashlab 4 ta mashina xarid qilmoqchi. Bu masala borasidagi juda ko'plab savollar ochiq qolyapti. Umid qilamizki, vaziyat chiroyli yakun topadi.
har holda to'yni dilxiralik bilan yakunlamaslik kerak, deya fikr bildirib yozgan Konkret Telegram kanali.